Do'stlar, zo'r yangilik. O'zbeklar tanga o'yini yaratishibdi. Eng qizig'i, bunda tanga sotuvini kutib o'tirmaysiz. 500 tanga yig'ilgan zahoti o'z kartangizga yechib olsangiz bo'ladi. Sizga bu tanga bot silkasi kerak bo'lsa, tanga so'zini yozib qoldiring. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tanga boti rostdan ham to'laydimi, ishonchlimi, pul yechib ko'rsatib bering degan odamlar uchun kecha 12 mana ko'rishingiz mumkin 31 da pul yechdim. O'shani ham hozirlarga ko'rsataman. Mana bu yerda zadaniya orqali pul ishlaysizlar, do'stlaringizni taklif qilib pul ishlaysizlar. 500 ming tanga yig'ilgandan keyin mana shu joyni bosib, o'z kartangizga rublga, vizaga yoki o'zbek kartalariga yechib olsangiz bo'ladi. Men o'zbek karta, uz kartaga yechdim. Karta raqamini yozamiz va pastidagi отправить tugmasini bosamiz va ariza ketadi. Ko'rishingiz mumkin 12:32 soat va jo'natam ariza adminga ketadi. Botning egasiga va menga ko'rishingiz mumkin 80.500 so'm tushishi kerak. Hozirgi pulim 361 ming. Mana ertalab ko'rishingiz mumkin 80 ming pul tushgan.